Video namanganlik mana shunaqa fura minadigan akalar uchun maxsus. Mana bunday yengil mashinalar uchun texnik ko'rik xizmat ko'rsatish joyi juda ham ko'p, lekin aynan furalar uchun juda ham kamdan kam. Namangan viloyati Uyich tumanida aynan mana shunday furalar uchun texnik ko'rik xizmati borligidan xabaringiz bormidi? Xohlang yengil mashina bilan keling, xohlang yuk mashina bilan keling. 20 daqiqada ishingiz sug'urtasi, texas motori, gaz akti butkul hal bo'ladi. Shundan keyin 1 yilgacha sizni umuman hech kim dilingizni xira qilmaydi. Gaylar nazarda tutganman-da. Bu yerda ustunlik jihatlaridan biri, kelsangiz texnik ko'rigi, sug'urtasi va gaz akti bitta joydan bitadi. 7 ga 24 dam olish kunlarisiz ishlashadi. Kunni xohlagan vaqtda kelaverasizlar. Ishingiz qanchada bitdi? 15-20 minutda bitta o'chirib nimalar bilan daqiqa. Keladiganlar uchun manzilni eslatib o'tamiz. Uyichidan Chortoq tomonga harakatlanganingizda ragazni shundoqqina ro'parasida katta qilib texas motorida yozib qo'yganmiz. Sizlarni bu yerda kutamiz.